Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 10 avgust kuni ayrim pensiyalarning pensiya to'lovi nega to'xtatilishi yoki vaqtincha bloklanishi mumkin. Pensiya jamg'armasi odatda qaysi holta sababga ko'ra bunday chorani qo'llaydi? Va siz bunday vaziyatga tushib qolmaslik uchun hozirroq nima qilishingiz kerak? Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, nabiralariga, ayniqsa boshqa viloyatda yashayotgan, bank kartasi orqali pensiya olayotgan yoki hujjatlarida o'zgarish bo'lgan fuqarolarga bevosita tegishli. Men bu mavzuni vahima qilish uchun emas, aksincha aniq tushuntirib, odamlar puldan vaqtincha mahrum bo'lib qolmasligi uchun aytyapman. Chunki pensiya bloklandi degani har doim ham pensiya butunlay bekor qilindi degani emas. Ko'p hollarda bu tekshiruv hujjatdagi nomuvofiqlik yoki ma'lumot yangilanmagani sababli vaqtincha to'xtatish bo'ladi. Lekin agar odam befarq bo'lsa, bir oy emas, bir necha oy pulini ololmay yurishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Men kimlar xavotir olishi kerak, kimlar xavotir olmasligi kerak, qanday hujjat kerak, qayerga borish kerak, nima deb ariza yozish kerak, barchasini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu kabi ma'lumotlarni vaqtida bilish ko'p oilaning asabini va pulini saqlab qoladi. Avval pensiya to'lovlari ko'proq oddiy tartibda yurardi. Fuqaro pensiyaga chiqqan, hujjatlari bir marta tekshirilgan. Keyin har oy pensiya bank kartasiga yoki pochta orqali berilgan. Agar odam manzilini o'zgartirsa, ba'zan bu ma'lumot kechikib yetib borardi. Agar pensioner vaqtincha chet elga chiqsa, ayrim holatlarda tizim buni darhol ko'rmasdi. Agar bank kartasi yaroqsiz bo'lsa yoki pasport muddati o'zgarsa, to'lov bir muddat davom etib ketaverishi mumkin edi. Hozir esa elektron bazalar bir-biri bilan ko'proq bog'lanmoqda. Pensiya jamg'armasi, banklar, FHDY organlari, migratsiya, soliq, bandlik, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, mahalla va boshqa tashkilotlar ma'lumotlari solishtiriladi. Ya'ni tizim endi odam rostdan ham pensiya olish huquqiga egami, hujjatlar to'g'rimi, bank rekvizitlari ishlayaptimi, fuqaro tirikmi, nogironlik muddati tugamaganmi, ortiqcha to'lov bo'lmaganmi degan savollarga muntazam javob izlaydi. Shuning uchun 1 avgust sanasi atrofida tarqalayotgan gaplarni to'g'ri tushunish kerak. Bu 1 avgust kuni hamma pensionerlarning puli bloklanadi degani emas. Bunday gap noto'g'ri va vahimali talqin bo'lishi mumkin. To'g'ri ma'no shuki, agar pensionerning ma'lumotlarida muammo bo'lsa, agar kerakli tasdiqlash o'z vaqtida qilinmasa, agar tizimda 6 asosiy sabablardan biri aniqlansa, pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatilishi yoki aniqlik kiritilguncha bloklanishi mumkin. Men sizga aynan mana shu 6 sababni birma-bir ochib beraman. Chunki odam muammoni oldindan bilsa, uni hal qilish oson bo'ladi. Eng yomon nima? Pensioni oy oxirida bankomatga boradi, kartada pul yo'q, bankka boradi. Bank bizga pul tushmagan deydi. Pensiya bo'limiga boradi, hujjatingizda muammo bor, tekshiruv ketmoqda deyishadi. Mana shunday holatga tushmaslik uchun bugun harakat qilish kerak. Birinchi navbatda kimlar tinch bo'lishi mumkinligini aytaman. Agar sizning pasportingiz yoki ID kartangiz amalda bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, siz pensiya turiga oid hujjatlarni o'z vaqtida yangilagan bo'lsangiz, nogironlik pensiyasi olayotgan bo'lsangiz va nogironlik muddati uzaytirilgan bo'lsa, hech qanday ortiqcha yoki noto'g'ri ma'lumot bo'lmasa, siz odatda xavotir olmasangiz ham bo'ladi. To'lovlar belgilangan tartibda davom etishi kerak. Lekin quyidagi toifadagi fuqarolar albatta diqqatli bo'lishi kerak. Birinchisi, pasporti eski, muddati tugagan yoki ID kartaga almashtirish jarayonida bo'lganlar. Ikkinchisi, bank kartasi muddati tugagan yoki karta bloklanganlar. Uchinchisi, yashash joyini o'zgartirib, lekin pensiya bo'limiga xabar bermaganlar. To'rtinchisi, nogironlik guruhi muddati tugagan, lekin qayta ko'rikdan o'tmaganlar. Beshinchisi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalarda bolalarning o'qish ma'lumotnomasi, yosh chegarasi yoki boshqa hujjatlari yangilanmagan bo'lsa. Oltinchisi, chet elga uzoq muddatga ketgan, lekin bu holat bo'yicha rasmiy tartibni bajarmagan pensionerlar. Birinchi sabab, shaxsni tasdiqlovchi hujjatdagi muammo. Bu juda ko'p uchraydi. Masalan, pensionerning eski pasportida familiya bir xil, lekin yangi ID kartada bitta harf boshqacha yozilgan bo'lishi mumkin. Yoki tug'ilgan sana bazada 1972 yil iniqi may, hujjatda esa 1972 yil 21 may deb ketgan. Oddiy ko'ringan bitta raqam ham tizimda muammo chiqaradi. Chunki elektron tizim inson ko'zi kabi mayli tushunarli deb o'tib ketmaydi. U ma'lumot mossiz kelmasa,
to'lovni tekshiruvga qo'yishi mumkin. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 67 yoshli pensioner ayolni olaylik. U har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Pasportni ID kartaga almashtirganda familiyasidagi O harfi tizimda boshqa shaklda yozilgan. Bankdagi ma'lumot eski pasport bo'yicha, pensiya jamg'armasidagi ma'lumot esa yangi ID karta bo'yicha turibdi. Natijada avgust oyida to'lov o'tmay qolishi mumkin. Ayol bankka boradi, bank mablag' kelmagan deydi. Pensiya bo'limi esa shaxsiy ma'lumot moslashtirilishi kerak deydi. Buni hal qilish uchun ID karta nusxasi, eski pasport ma'lumotlari, pensiya guvohnomasi bo'lsa, shular bilan tuman pensiya bo'limiga murojaat qilish kerak. Ikkinchi sabab, bank kartasi yoki to'lov rekvizitlari bilan bog'liq muammo. Hozir juda ko'p pensionerlar pensiyani bank kartasi orqali oladi. Karta muddati 3 yil yoki 5 yil bo'lishi mumkin. Muddati tugasa unga pul tushmasligi mumkin. Ba'zan karta yo'q oladi. Fuqaro yangisini oladi. Lekin yangi karta rekvizitini pensiya bo'limiga bildirmaydi. Ba'zan bank kartani xavfsizlik sabab bloklaydi. Shunda pensiya ajratilgan bo'lsa ham pul pensioner qo'liga yetib kelmaydi. Masalan, Andijonda yashovchi 72 yoshli ota har oy 1.600.000 so'm pensiya oladi. Uning bank kartasi iyul oyida tugagan. Farzandi yangi karta ochib beraman deb bankdan boshqa karta olgan. Lekin pensiya to'lov tizimiga yangi karta ulanmagan. Ota avgust oyida pensiyam bloklandi deb o'ylaydi. Aslida muammo pensiya huquqida emas, karta rekvizitida. Bundagi vaziyatda bankdan yangi karta ochilganligi haqida ma'lumot olinadi. Karta hisob raqami aniqlanadi va pensiya bo'limiga ariza beriladi. Pensiya to'lovlarimni yangi bank kartamga o'tkazib berishingizni so'rayman. Shundan keyin to'lov qayta yo'naltiriladi. Uchinchi sabab. Pensionerning vafoti yoki vafot holati bo'yicha bazalarda noto'g'ri ma'lumot chiqishi. Bu juda nozik masala. Agar pensioner vafot etsa, tabiiyki pensiya to'lovi to'xtatiladi. Lekin hayotda ba'zan texnik xatoliklar bo'ladi. Bir xil ism familiyali odamlar tug'ilgan sana o'xshashligi, FDIO ma'lumotining noto'g'ri bog'lanishi tufayli tirik odamning to'lovi ham tekshiruvga tushishi mumkin. Bu kam uchraydi, lekin bo'ladi. Masalan, Qashqadaryoda bir tumanda 2 nafar bir xil ism familiyali keksa fuqaro yashagan bo'lishi mumkin. Ulardan biri vafot etgan, lekin ba'zida ma'lumot noto'g'ri biriktirilgan. Natijada boshqa pensionerning to'lov vaqtincha to'xtashi ehtimoli bor. Bunday holatda vahima qilish emas, zudlik bilan shaxsni tasdiqlovchi hujjat bilan pensiya bo'limiga borish kerak. Ba'zan mahalladan yashayotganligi haqida ma'lumot, FDIOdan tegishli tasdiq yoki notarial hujjat talab qilinishi mumkin. Eng muhimi, pensionerning o'zi yoki qonuniy vakili tez murojaat qilsa, xatolik tuzatiladi va ushlangan mablag' qayta hisoblab berilishi mumkin. 4-sabab. Nogironlik muddati tibbiy ijtimoiy ekspertiza yoki pensiya turiga oid hujjatlar yangilanmagani. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotgan fuqarolar uchun bu juda muhim. Ayrim nogironlik guruhlari muddatsiz belgilanadi. Ayrimlari esa ma'lum muddatga beriladi. Agar muddat tugasa va fuqaro qayta ko'rikdan o'tmasa, tizim to'lovni to'xtatishi mumkin. Bu pensionerga nisbatan jazo emas, huquqni tasdiqlovchi asos tugaganidan keyingi tartib. Masalan, 58 yoshli fuqaro 2 guruh nogironligi bo'yicha to'lov oladi. Uning ekspertiza muddati 1-avgustgacha edi. U keyinroq borarman deb tibbiy komissiyadan o'tmaydi. 4 avgust atrofida to'lov ro'yxatlari shakllanganda tizimda uning nogironlik muddati tugagan ko'rinadi. Natijada pensiya yoki nafaqa vaqtincha to'xtashi mumkin. Agar keyinroq qayta ko'rikdan o'tib nogironlik uzaytirilsa, to'lov qonunchilikda belgilangan tartibda tiklanadi. Lekin bu davrda odam pul kutib qoladi, dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlarda qiynaladi. Shuning uchun nogironlik muddati tugashidan oldin harakat qilish shart. 5-sabab. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha yosh, o'qish yoki qaramog'ida bo'lish holati tasdiqlanmagani. Bu holat ko'pincha oilalarda e'tibordan chetda qoladi. Masalan, bola o'rmondagi yoshga to'lguncha boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olishi mumkin. Agar u oliy o'quv yurtida kunduzgi ta'limda o'qisa, belgilangan yoshgacha davom etishi mumkin. Lekin buning uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Agar bola o'qishga kirmasa, sirtqi ta'limda o'qisa yoki ma'lumotnoma taqdim qilinmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Masalan, Samarqandda yashovchi oilada ota vafot etgan, 2 farzand boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Katta farzand iyulda 18 yoshga to'ldi va universitetga kirdi. Lekin oila o'zi bazaga tushsa kerak deb o'qish joyidan ma'lumotnoma olib bormadi.
avgustdagi tekshiruvda tizim bola 18 yoshdan oshganini ko'radi. Lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgani tasdiqlanmagan. Natijada uning ulushi to'xtatilishi mumkin. Agar talaba kontrakt yoki grant asosida kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi hujjat olib kelsa, to'lov qayta ko'rib chiqiladi. 6-sabab ortiqcha to'lov, noto'g'ri hisob-kitob yoki daromad va mehnat faoliyati bo'yicha ma'lumotlarning mos kelmasligi. Bu ham murakkab, lekin juda muhim masala. Ba'zi pensiya turlarida fuqaroning ishlashi daromadi, staji yoki boshqa ijtimoiy holati to'lov miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Agar ilgari noto'g'ri ma'lumot asosida ortiqcha pensiya to'langan bo'lsa, jamg'arma buni aniqlaganda to'lovni tekshiruvga qo'yishi, qayta hisob-kitob qilishi yoki ortiqcha to'langan summani undirish masalasini ko'rib chiqishi mumkin. Masalan, fuqaro mehnat staji bo'yicha pensiya olayotganda arxiv ma'lumotida 30 yil staj ko'rsatilgan. Keyingi tekshiruvda esa 2 yil staj hujjatlar bilan tasdiqlanmagani aniqlangan bo'lishi mumkin. Bu pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Yoki bir vaqtning o'zida ikki xil to'lov noto'g'ri tayinlangan bo'lishi mumkin. Masalan, fuqaro ma'lum bir nafaqa va pensiyani birgalikda olgan, lekin qonun bo'yicha ulardan faqat bittasi to'lanishi kerak bo'lgan. Shunda tizim aniqlik kiritguncha to'lovni to'xtatib turishi mumkin. Endi men sizga eng muhim nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat, pensiya bloklandi degani pul yo'qoldi degani emas. Agar sizning pensiya olish huquqingiz saqlangan bo'lsa, muammo hujjat yoki texnik sabab bilan yuzaga kelgan bo'lsa, odatda to'lov tiklangandan keyin ushlangan oylar uchun qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Lekin buning uchun siz murojaat qilishingiz, hujjat topshirishingiz, muammoni rasmiylashtirishingiz kerak. Ikkinchi nozik jihat, bank bilan pensiya jamg'armasini adashtirmang. Bank faqat pulni qabul qiladi va kartaga chiqaradi. Agar pul umuman tushmagan bo'lsa, bank sababini bilmasligi mumkin. Bank xodimi sizga pensiya kelmagan deydi. Lekin nega kelmaganini pensiya bo'limi aniqlaydi. Shuning uchun birinchi savol, pul bankka kelib, karta bloklandimi yoki pensiya to'lovi umuman yuborilmadimi? Mana shu farqni bilish kerak. Uchinchi nozik jihat, telefon orqali aytilgan gap har doim yetarli emas. Ba'zan fuqaro qo'ng'iroq qiladi, unga umumiy javob berishadi. Lekin muammo jiddiy bo'lsa, yozma ariza kerak bo'ladi. Ariza ro'yxatdan o'tadi, javob muddati boshlanadi. Mas'ul xodim tekshiradi. Men har doim tavsiya qilaman, agar pensiya to'xtagan bo'lsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza bering va arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki nusxani oling. 4-nozik jihat, ishonchnoma orqali pensiya olishda ehtiyot bo'ling. Ayrim pensionerlar yura olmaydi, kasal, chetda yashaydi yoki farzandiga ishonchnoma bergan bo'ladi. Ishonchnoma muddati tugasa, bank yoki pochta to'lov bermasligi mumkin. Ba'zan pensionerning o'zi tirik va huquqi bor, lekin vakilning hujjati muddati o'tgan. Bu ham amalda pensiya bloklandi degan taassurot beradi. Shuning uchun ishonchnoma sanasini tekshiring. 5-nozik jihat, chet elga chiqish masalasi. Agar pensioner uzoq muddat chet elga ketgan bo'lsa, pensiya to'lovi bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda pensionerning yashash holati, tiriklikni tasdiqlash, bank operatsiyalari, vakil orqali olish kabi savollar paydo bo'ladi. Eng xavfli xato shuki, odam chet elga ketadi, telefon raqamini almashtiradi, bank kartasini farzandiga qoldiradi, hech kim pensiya bo'limiga xabar bermaydi. Keyin tizim shubhali holatni ko'rsa, to'lovni tekshiruvga qo'yadi. Bu yerda ham oldindan maslahat olish eng to'g'ri yo'l. 6-nozik jihat, manzil o'zgarishi. Masalan, pensioner Buxorodan Toshkentga ko'chib kelgan, lekin doimiy yoki vaqtincha ro'yxatdan o'tish masalasini oxirigacha rasmiylashtirmagan. Pensiya hujjatlari eski tumanda, pensioner esa yangi joyda. Agar pochta orqali olsa, umuman ola olmasligi mumkin. Agar bank orqali olsa ham ayrim ma'lumotlar yangilanmagani sabab tekshiruvga tushish ehtimoli bor. Shuning uchun ko'chish bo'lsa, pensiya bo'limiga xabar berish kerak. 7-nozik jihat, qarzdorlik va ijro hujjatlari. Ba'zi hollarda pensionerning bank kartasiga ijro hujjati, aliment, kredit qarzi yoki boshqa undiruvlar qo'yilgan bo'lishi mumkin. Odam pensiyam bloklandi deydi, lekin aslida karta hisobida ushlab qolish bo'lishi mumkin. Bu masalada bank, majburiy ijro byurosi yoki sud hujjatlarini tekshirish kerak. Pensiyaning hammasi ushlab qolinishi mumkin emasligi bilan bog'liq cheklovlar bo'lishi mumkin. Lekin buni aniqlash uchun rasmiy hujjatni ko'rish zarur. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz yoki oilangizdagi pensioner muammoga tushib qolmasligi uchun quyidagi qadamlarni bajaring. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tekshiring.
ID kartı yoki pasport muddati o'tmaganmi? Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana to'g'rimi? Pensiya hujjatlaridagi ma'lumot bilan mosmi? Agar yaqinda familiya o'zgargan bo'lsa, masalan nikoh, ajrim yoki boshqa sabab bilan buni albatta pensiya bo'limiga bildiring. Hujjat nusxalarini tayyorlab qo'ying. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? Karta bloklanmaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Telefon raqamingiz o'zgarmaganmi? Agar yangi karta olgan bo'lsangiz, pensiya aynan shu kartaga tushadimi? Bankdan hisob raqam yoki karta rekvizitlari bo'yicha ma'lumot olib, kerak bo'lsa pensiya bo'limiga taqdim eting. Uchinchi qadam, pensiya turiga oid maxsus hujjatlarni tekshiring. Agar nogironlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa olsangiz, tibbiy ijtimoiy ekspertiza muddati qachongacha? Agar o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, farzandning yoshi, o'qish shakli, ma'lumotnomasi tayyormi? Agar imtiyozli pensiya bo'lsa, tegishli hujjatlar bazada to'liqmi? Har bir pensiya turining o'z sharti bor, shuni unutmaslik kerak. 4-qadam, yashash manzilingizni aniqlashtiring. Agar ko'chgan bo'lsangiz, doimiy yoki vaqtinchalik ro'yxat masalasini tartibga keltiring. Mahalla migratsiya bo'limi va pensiya bo'limidagi ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Ayniqsa yolg'iz yashovchi keksalar uchun farzandlari bu ishni nazorat qilishi kerak. 5-qadam, agar pensiya tushmasa tartib bilan harakat qiling. Avval bankdan so'rang, mening hisobimga pensiya mablag'i kelganmi yoki yo'qmi? Agar bank kelmagan desa, tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. O'zingiz bilan ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank kartasi yoki rekvizitlari, telefon raqam, zarur bo'lsa mahalla ma'lumotnomasi, nogironlik hujjati, o'qish ma'lumotnomasi kabi hujjatlarni oling. 6-qadam, ariza yozing. Arizada quyidagicha mazmun bo'lishi mumkin. Men falonchi pensiya to'lovlarim avgust oyidan boshlab kelmayotgani sababli to'lov to'xtatilishining sababini aniqlab berishingizni, agar hujjat yoki texnik xatolik bo'lsa, pensiya to'lovlarini tiklab, to'lanmagan davr uchun qayta hisob-kitob qilib berishingizni so'rayman. Arizaga sanab qo'ying. Telefon raqamingizni yozing. Hujjat nusxalarini ilova qiling. Ariza qabul qilinganini tasdiqlatib oling. 7-qadam, agar pensionerning o'zi bora olmasa, qonuniy vakil orqali murojaat qiling. Bunda ishonchnoma vakilning ID kartasi. Pensionerning hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Agar pensioner yotoqda bo'lsa yoki og'ir kasal bo'lsa, mahalla va tibbiyot muassasasi orqali tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlashga to'g'ri keladi. Har bir tumanda amaliy tartib biroz farq qilishi mumkin, lekin asosiy qoida bitta. Og'zaki gap emas, hujjat bilan murojaat qilish kerak. 8-qadam, ortiqcha to'lov yoki qarzdorlik aytilsa, darhol rozi bo'lib imzo qo'ymang. Avval hisob-kitobni so'rang. Qaysi davr uchun qancha summa, qaysi asosga ko'ra ortiqcha to'lov deb topilgan yozma ko'rinishda oling. Agar tushunmasangiz, huquqshunosdan, mahalladagi mas'ul xodimdan yoki pensiya masalalarini biladigan mutaxassisdan maslahat oling. Chunki ba'zan xatolik tizimda bo'lishi ham mumkin. 9-qadam, barcha hujjatlarning nusxasini saqlang. Pensiya bo'limiga bergan arizangiz, bank ma'lumotnomasi, tibbiy ekspertiza hujjati, o'qish ma'lumotnomasi, ishonchnoma, mahalla ma'lumotnomasi, bularning hammasidan nusxa olib qo'ying. Ertaga hujjat topshirmagansiz degan gap chiqsa, sizda dalil bo'ladi. 10-qadam, keksalarni yolg'iz qoldirmang. Ko'p pensionerlar bolalarini bezovta qilmaydi, muammoni yashiradi. Bir oy pensiya tushmasa ham indamay o'tiradi, keyin qarzga kiradi. Farzandlar oyiga bir marta ota-onasining kartasi ishlayaptimi, pensiya tushyaptimi, hujjat muddati tugamaganmi, shuni tekshirish kerak. Bu juda oddiy, lekin katta muammolarning oldini oladi. Demak, Urduch avgust atrofidagi gaplarni to'g'ri tushunaylik. Hamma pensionerlarning pensiyasi avtomatik bloklanadi degan gapga ishonib vahima qilmang. Lekin oltita sabab: shaxsiy hujjatdagi nomuvofiqlik, bank kartasi muammosi, vafot yoki bazadagi noto'g'ri ma'lumot, nogironlik muddati tugashi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'qish yoki yosh sharti tasdiqlanmagani, ortiqcha to'lov yoki hisob-kitobdagi muammo. Mana shular bo'lsa, pensiya vaqtincha to'xtashi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman, bugun hujjatlaringizni, bank kartangizni, pensiya turiga oid ma'lumotlaringizni tekshiring. Agar pul tushmasa, avval bankdan aniqlang. Keyin pensiya bo'limiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Hujjatlaringizni tartibga soling, ariza nusxasini saqlang. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Sizda shunday holat bo'lganmi? Pensiya kechikkanmi? Karta bloklanganmi? Hujjat sabab to'liq to'xtaganmi?
izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, pensioner tanishlaringizga yuboring. Vaqtida ogohlantirilgan odam o'z haqini himoya qila oladi.